Assalomu alaykum. Siz Doktor Mushtariy ma'muriy kanalidasiz. Men pediatr, neonatolog, reanimatolog, ona suti bo'yicha mutaxassisman. Va bugungi videomiz mavzusi bu RS virus. Bu sizga umuman hech narsani bermasligi mumkin, rinosinsal virus. Lekin bugungi videomiz avvaliga sizga bu kasallik bilan kasallangan har xil toifa, ya'ni har xil yoshdagi 3 ta bemor haqida gapirib beraman va o'sha bemorlarning bittasi o'zim va farzandim bo'ladi va keyin bu infeksiya haqida to'liqroq gapirib berishni boshlayman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki hozir Toshkent shahri bu virus bilan yonyapti. Demak, RS virus, rinosinsal virus bugungi kunda shifokorlar sezgan bo'lsa kerak, hech qaysi konferensiya bu O'zbekistonda bo'ladimi, O'zbekiston tashqarida bo'ladimi, bu infeksiya haqida gapirilmagan konferensiyani o'zi yo'q. Nega bunday? Chunki RS infeksiya shunday infeksiyaki, u butun dunyoda 2 yosh, 5 yoshgacha bo'lgan bolalarni pnevmoniya bilan shifoxonaga yotishiga, ya'ni shifoxonada statsionar davo olishiga majbur qilayotgan infeksiyalarning ichida birinchi raqamli hozir bo'lib turibdi. Va gap shundaki, unga qarshi bizda davoimiz yo'q. Ya'ni bu kasallikni virus chaqiradi, o'zi rinosinsal virus deb atadim. Va bu bilan shu nomini o'zidan eshitilib turibdiki, u pnevmoniya chaqirsa ham, ya'ni zotiljamni chaqirsa ham antibiotiklar qo'llanilmaydi. Nima uchun aynan mana shu infeksiyani tanladim? Toshkent hozir bu infeksiya bilan yonayotganidan tashqari, uning kechuvining og'irligi. Ya'ni bu infeksiyani ko'rgan inson bu infeksiya ekanligini bilmasa ham bemorning ko'rinishi, ya'ni bolajonning ko'rinishi juda qo'rqinchli bo'ladi. Ayniqsa bu 2 yoshga to'lmagan bolajon bo'lsa, bunday virusga chalingan bolajonni ko'rgan shifokor ham, ota-ona ham juda ham qattiq qo'rqib ketadi va asossiz ravishda ko'p holatlarda antibiotik buyuriladi. Biz juda ham yaxshi bilamiz, antibiotiklarning asossiz qo'llanilishi bolajonning mikrobiomini buzilishiga va kelajakda yana tez kasallanishiga olib keladi. Va undan-da yomoni, bu o'zi foyda qilmaydi, kasallikni tuzatmaydi, lekin boshqa bakteriyalarni mana shu antibiotiklarga nisbatan sezuvchanligini kamaytirib boradi. Ya'ni keyingi safar agar chindan shu antibiotik kerak bo'lib qolsa, bu bolaga u umuman ishlamasligi ham mumkin. Xo'p, sizlarga 3 ta yoshdagi bemorlar haqida gapirib beraman dedim va birinchi navbatda 4 oylik chaqaloq haqida gapirib bermoqchiman, chunki aynan 2 yoshgacha bo'lgan bolalar eng og'ir kechiradi bu kasallikni. Ayniqsa muddatidan oldin tug'ilgan bo'lsa. Demak, oldimga 4 oylik chaqaloqni, hali 4 oyga to'lmaganida 4 oylik chaqaloqni olib kelishdi. O'zimni doimiy patsientim va oyisi o'zi anchadan beri shamollab tuzalib yuribdi, chunki bu oiladagi kichik farzand, uning aka opalari bor va ular bog'chaga borganida va umuman katta oila bo'lgani uchun, dodajon buvijonlar bo'lgani uchun doimo kimdir shamollagan va shu chaqaloqqa nimadir yuqtirayotdi. Baxtimizga bu chaqaloq to'liq ona sutida va to'g'ri, biroz burun oqishi, biroz yo'tal, lekin umumiy holati juda ham yaxshi, ya'ni yaxshi ketayotgan edi va tuzalishiga oz qolganda, ya'ni bola ancha vaziyati yaxshilangandan keyin birdaniga ahvol juda ham og'irlashgan. Ozgina issig'i ko'tarilgan va unda nafas yetishmovchiligi boshlangan. Ya'ni uning yo'tali shu darajada qo'rqinchli bo'lganki, ota-ona yugurib shifokorga olib kelishgan. Xo'p, ular oldimga kelishidan oldin, chunki u paytda ko'rigimga joy to'l bo'lgan, ular boshqa shifokorga olib borishgan. Ya'ni bir emas, bir nechta shifokorga olib borishgan va ular hammasi o'pkasini eshitib, zudlik bilan shifoxonaga yotishinglar kerak. Hozir pnevmoniya, ya'ni zotiljam rivojlanish arafasida deb aytishgan. Va albatta ota-ona juda ham qo'rqqan. Oldimga olib kelishganda haqiqatda ham butun o'pkasida emas, ya'ni o'ng tomonining tepa qismida bronxialit xos bo'lgan dihatelniy shumla deymiz, ya'ni nafas shovqillarini eshitdim, ya'ni xriplarni eshitdim.
Bronxialit nima? Kelinglar shu vaqtda gapirib beraman. Agarda mana bu yerda sizlarga rasm qoldiramiz. Bizning o'pkamiz xuddi daraxtga o'xshaydi. Ya'ni nafas yo'llarimiz daraxtga o'xshaydi. Ya'ni daraxtni oldin qattiq poyasi bo'ladi-da, undan keyin shoxlarga bo'linadi, keyin uchida yaproqchalar bo'ladi. Va bizning o'pkalarimiz shu bitta daraxtni teskari qo'yilganiga o'xshaydi desak ham bo'ladi. Avvaliga traxeya keladi, undan keyin hiqildoqda, undan keyin ikkita katta bronx keladi, keyin bronxlar maydalashadi va uchta yaproq bu alveolalar va biz asosan mana shu alveolalarda sodir bo'ladigan nafas orqali yashaymiz. Ya'ni alveolalarga juda ham ko'p qon tomirlar kelgan, ular karbonat angidridga boy qonni olib kelib, kislorodga to'ydirib olib ketishadi. Shu hisobiga biz nafas olamiz. Va bronxiolalar bu o'sha katta bronxlar bilan o'pkalarni o'rtasida joylashgan eng mayda trubochkalar desak ham bo'ladi, naychalar bo'ladi va odatda bronx agar bu bunda trubka bo'lsa, u nafas olganda bunda hech qachon yopishib qolmaydi. Agar siz biron bir sharikni ishirsangiz, qo'yib yuborganingizdan keyin u bir-biriga yopishib qolishi mumkin devorlar. Lekin bronxlar yopishmaydi, chunki bronxlarning ichida qattiq yarim uzukka o'xshagan tog'ayli moddalar bo'ladi. Endi bronxiolalarda esa bunday narsa bo'lmaydi va bronxialit bu o'sha eng mayda bronxlarning yallig'lanishi va bronxialit pnevmoniyaga, hattoki ba'zida pnevmoniyada ham qo'rqinchli ravishda ketishi mumkin. Va aynan bronxialitdagi o'pkani eshitgandagi xriplar juda ham qo'rqitadi va siz tushungan bo'lgan bo'lsangiz kerak, mana shu bolajonda aynan bronxialit rivojlandi va u naqada RS virusda aynan qo'rqinchli quruq, xuruchsimon yo'tal rivojlanadi. Ya'ni u qo'rqitadi haqiqatan va onasi menga bu chaqaloqni aytdiki, o'zim eshitib turibman, unda ichkarisida nimadir xirillayapti. Ya'ni o'pkasi yaxshi emas deb qo'rqib olib keldilar. Xo'p, takkak ularga bir nechta shifokorlar shifoxonaga yotishingiz kerak va antibiotiklarni zudlik bilan boshlashingiz kerak dedi. Ular shundan qo'rqqanlar. Chunki ularning katta farzandlari juda ham ko'p holatlarda obstruktiv bronxit bilan kasallanib, ko'p marta ulg'ayib olgungacha juda ham ko'p marta shunaqa kichkinalik paytida shifoxonalarda yotgan va juda ham ko'p antibiotik olishgan va ona qo'rqqan nahotki bu farzandimda ham shu narsa takrorlansa deb. Va biz nima qildik? Ya ularga yo'q, hozir antibiotik kerak emas, lekin biz tashxisni aniqlab olishimiz kerak. Ya'ni qo'zg'atuvchi kim ekanligini bilib olishimiz kerak. Afsuski bizni O'zbekistonda bu Toshkentni agar bir qismini hisobga olmasak, butun O'zbekistonimizda bu katta muammo. Bizda bolalar ko'p shamollaydi, kattalar ham ko'p shamollaydi. Turli yuqori nafas, pastki nafas yo'llari infeksiyasi ko'p kuzatiladi. Lekin bizda aksariyat holatlarda tashxis qo'yilmaydi. To'g'ri, biz o'tkir respirator infeksiya deb yozib qo'yamiz, lekin uni chaqiruvchisi kim? Ya'ni tashxisimiz aniq bo'lmaydi. Ya'ni qo'zg'atuvchisi kimligini aksariyat holatlarda aniqlamaymiz. Lekin shukrki, bugungi kunda O'zbekistonda ham tibbiyot juda ham jadal rivojlanyapti va aksariyat holatlarda biz buni aniqlay olamiz bugungi kunda. Va bu patsientkaga, ya'ni bu bolajonning onasiga aynan shu PCR-ni tavsiya qildim. PCR-ni tavsiya qildim-ku, lekin u ham borib mablag'ga taqalgani uchun va o'zi anchadan beri shamollab yurgani uchun uni qilishmadi. Xo'p dedi, mana bu tavsiyalarni qilasiz. Ular uyga ketishdi, lekin kundan kunga vaziyat faqatgina yomonlashaverdi va ular yana qayta aloqaga chiqishdi. Antibiotik qilaymikin yoki borib yotaymikin? Men ularga aytdim, hozir deyarli hamma patsientlarimda aynan RS virus chiqyapti. Bu sizlarda RS virusligi deyarli emas, lekin antibiotik qilishdan oldin biz antibiotik qilamizmi yo'qmi aniqlashimiz kerak. Chunki
ba'zi holatlarda virusli shamollash boshlanadi, undan keyin esa bakteriya qo'shilib qoladi. Bakteriya qo'shilib qolgandan keyin pnevmoniyani holatini u og'irlashtirishi mumkin yoki istalgan holatda. Shuning uchun biz antibiotik qilmaslikni aniq bilish uchun biz ba'zi bir analizlarni topshirdik. Qanday analizlar edi? Bu umumiy qon tahlili. Umumiy qon tahlilida nimani qidirdik? Umumiy qon tahlilida biz leykositoz, neytrofiloz yoki limfotsitoz so'yini o'zgarishini qidirdik va bizga juda ham muhim bo'lgan bu yerda narsa aynan neytrofiloz. Agar neytrofillar ko'tarilib, limfotsitlar kamayotgan bo'lsa, bu aniq bakterial infeksiyani belgisi bo'ladi. Agarda shunchaki leykositlar ko'tarilsa-yu, neytrofillar ko'tarilmasa va limfotsitlar ham ko'tarilayotgan bo'lsa, bu hali ham virusli kasallikning belgisi bo'ladi. Xo'p, bunday analizni tavsiya qildim. Bundan keyingi analiz S-reaktiv oqsil deyiladi. SRB, ya'ni S-reaktivni belok deb bilsanglar kerak va unda biz organizmda umumiy yallig'lanishni ko'rsatib beradi va juda ham yuqori bo'lsa bakterial infeksiyaga bizga taxmin qildirishi mumkin. Va keyingi analizimiz bu prokalsitanin edi. Bugungi kunda shukrki juda ham ko'p klinikalarda bu analiz tekshiriladi va prokalsitanin bizga aniq, isbotli bolada yoki virusli yoki bakterial infeksiyaligini tasdiqlab beradi. Ya'ni aniqroq bo'lganda organizmda tizimli bakterial infeksiya ketayotganini bizga aynan yaqqol ko'rsatib beradi. Ya'ni ba'zi bir ko'rsatkichlarda agarda prokalsitanin uncha baland bo'lmasa, 48 soat ichida yana bir marta bu analizda olishimiz kerak va dinamikada u qanaqa o'zgarayotganini ko'rishimiz kerak. Mana shu analizlarni ular topshirdilar va eng qizig'i ular kelin bo'lgani uchun, bir necha farzandi bo'lgani uchun oilada ota, ya'ni hamda qaynona, qaynota, buvi, dodalar bo'lgani uchun juda ham katta bosim bo'lgan. Qanaqasiga? Chunki sizlarga hozir aytib beryapman, bola 4 oylik chaqaloq shunaqa yo'taladiki, unda qo'rqib ketasiz. Ya'ni qanaqasiga 100% bunda antibiotik qilishga busiz tuzalmaydi degan fikr atrofda juda ham ko'p. Lekin RS virusdan antibiotik foyda qilmaydi. Chunki nechta patsientlar kelishdi, mana shunaqa yo'tal bilan, shu holat bilan biz antibiotik oldik, lekin umuman foyda qilmadi. Umuman ozgina ham holati yaxshilanmadi deb. Va bu onajon bir amallab uydagilardan gap eshitib bo'lsa ham yashirinib mana shu analizlarni topshirganlar va biz uni javoblarini ko'rdik. Javoblarini ko'rganimizda hech qanday bakterial infeksiya yo'qligi aniqlandi. Ya'ni bizda kechayotgan mana shu kasallik bronxialit virusni ekanligi tasdiqini topdi. Va bu degani biz antibiotik qilmaymiz va bu bemorga biz bu patsientimizga antibiotik buyurmadik. Faqatgina bronxialit bo'lgani uchun va bolada nafas yetishmovchiligi rivojlanishi mumkin bo'lgani uchun ular doimo uyiga yaqin bo'lgan shifoxonaga borib, bolani o'pkalarini eshittirib turdilar, chunki ular bilan asosan onlayn muloqotda bo'ldim. Bu bilan onlayn shamollashlarda onlayn konsultatsiya qilib tuzatib yuborish mumkin. Bu yaxshi demoqchi emasman aslo. Shunchaki ular bilan doimo aloqada bo'lib turdim, lekin ular boshqa shifoxonaga borib, tunda bolajonni o'pkalarini tekshirtirishdi va juda ham muhim bo'lgan narsa bu pulsoksimetriya. Ya'ni bolajonda kislorod saturatsiyasi nechiligini aniqlab berib turdilar. Aynan bronxialitda, aynan RS virusda agarda chaqaloqda organizmida shu kislorodga to'yinganlik foizi, ya'ni kislorod saturatsiyasi deymiz, 94-95% dan kam bo'ladigan bo'lsa, zudlik bilan bolaga kislorod berish kerakligini belgisi bo'ladi. Ya'ni RS virusda bizda davoimiz nimadan iborat bo'ladi? Bolani nafas yetishmovchiligini biroz yengillashtirish, ya'ni kislorod berish va o'sha qisilib qolayotgan bronxlarni ochib berish. Ya'ni bizning vazifamiz bu patsiyentning vazifamiz o'sha bronxiolalarni ochish bo'ldi. Ya'ni biz faqatgina ingalyatsiya qildik. Va ayta olaman, o'zim ham qo'rqdim, chunki bola doimo yonimda emas, bu bola shifoxonada emas, u qo'lida, onani uyida, onaning qo'lida va onani qo'rquvi menikidan bir necha barobar ko'p bo'lgan bo'lsa kerak. Va kasallikning ma'lum kunidan boshlab vaziyat yaxshilanishni boshladi. Bu patsientimizga biz 2 xil ingalyatsiya qo'shdik. Kislorod qo'yishga hojat bo'lmadi, chunki saturatsiyasi 94-95 dan tushib ketmadi. 98-97 bo'lib turdi.
Va ikkinchi ingalyatsiyamiz bu maxsus ingalyatsiya edi. U hamma bolalarga ham qilinmaydi. Mana bu bemorda atopik dermatit bor edi. Atopik dermatit nima, qanday kasallik va uni qanday parvarish qilish kerak, davosi haqida bizda video bor. O'sha videomizni ko'rmagan bo'lsangiz, albatta o'tib ko'rishingiz mumkin. Chunki RS virus afsuski aynan atopik dermatiti bor bolalarda og'irroq kechadi. Aynan atopik dermatit, ya'ni xalq tilida diatez deb atashadi. Mana shunday bolajonlarda gospitalizatsiya, ya'ni shifoxonaga yotishga majbur bo'lish holatlari ko'proq uchraydi. Va bu bolajonda ham atopik dermatit bor bo'lgani uchun, ya'ni biz 2 turdagi ingalyatsiya qildik va bolajon shu bilan tuzaldi. Va eng asosiy davoimiz albatta bu ona suti bo'lgan. Baxtimizga bu bolajon to'liq ona sutida edilar va ular yaxshilandi, tuzaldi va oxirida onajonisi juda ham xursand bo'ldilar. Ular yozdilar, mana biz antibiotik qo'llamadik va biz tuzaldik. Bu yerda maqsad sizlarga antibiotiksiz ham tuzalish mumkin, antibiotik yomon deb bu narsani ko'rsatib berish emas. Ya'ni yaxshi ham antibiotiklar bor, faqat ular haqiqatda kerak bo'lgan paytda to'g'ri qo'llanilishi kerak. Mana RS virusda antibiotik foyda bermaydi. Demak, bu birinchi patsiyentimiz edi. Ikkinchi patsiyentimiz bu o'zimning farzandim. 4 yosh, ya'ni sizlarga mana 1 yoshga to'lmagan chaqaloq haqida gapirib berdim. Endi 2 yoshgacha og'ir kechadi deganim uchun 2 yoshdan kattaroq bolalarda 4 yosh farzandimda qanaqa kechganini va shu joyni o'zida kattalarda ham qanaqa kechishi mumkin, o'zimda qanaqa kechganini gapirib bermoqchiman. Demak, farzandim ozgina 2-3 kun burni oqqanday bo'ldi. Bog'chaga boradi, 4 yosh. O'sha paytda bog'chaga bir kunmikin bordi xolos. Bog'chaga bormayotdi va bog'chaga bir kun bordi yoki 1-2 kun bordi, hozir aniq eslolmayman va uning burni oqishi boshladi va biz bo'ldi, mana bog'chaga bormay turadi shekilli, endi hozir shamollashlar ko'p degan xulosaga keldik. Uning 1-2 kun burni oqdi. 1-2 kundan keyin unda yo'tal boshlandi. Yo'tal quruq edi, u bitta ikkita edi va qo'rqinchli emas edi. Yana 1-2 kun o'tgandan keyin mana shu yo'tal xuruj simonga aylandi. 4 yosh bola. Xuruj simon quruq yo'tal va men ishda edim. Katta farzandim qo'ng'iroq qilib, shu singlisi juda ham qattiq yo'talayotgan va bo'g'ilib qolayotganini menga aytdi. U bilan gaplashdim, uyga yetib bordim, ko'rdim. Ya'ni nima uchun bu narsalarni sizlarga gapirib beryapman? Bu bolakay RS virusi bilan kasallangan bolakayda atrofdagilar uning holatini ko'rib juda ham qo'rqib ketadi. Ya'ni haqiqatda ham yo'tal qo'rqinchli bo'ladi. Quruq, xuruj simon va xuddi bo'g'ilayotgandek. Mana shu narsalarni eslab qolishingizni xohlagan bo'lardim. Albatta, farzandim burni oqishi boshlagandan uni ko'rikdan pastayanni o'tkazib turdim, ya'ni burni, quloqlari, tomog'i, o'pkalarini eshitib va hamma yeri yaxshi. Va o'sha xuruj simon yo'tal boshlanganda ham unda hammasi o'pka nuqtai nazaridan yaxshi. Tomog'i normaga qizargan, ortiqcha qizarmagan ham. Qulog'i, burni ham xuddi shunday. Va yo'tal xuruj simonga o'tgandan keyin ertasi kundan boshlab uning tana harorati ko'tarilishni boshladi. Tana harorati eng yuqori bo'lgani 38-7 gacha ko'tarildi. Uning tana harorati 30-38 dan baland 3 kun bo'ldi. 3 kundan keyin tushib umumiy 5 kun tana harorati ko'tarildi. Va intoksikatsiya kuchli bo'ldi. Intoksikatsiya kuchli bo'ldi degani tana harorati ko'tarilganda ba'zida bolajonlar 39 tana harorati bo'lsa ham istimada dingillab olib yugurib yurishi mumkin, lekin ba'zida 37,5-38 bo'lsa ham qiylanib, injiqlanib, yig'lab, ovqat yemay qo'yib yotadi. Ba'zilar yotib hattoki uxlaydi. Ya'ni unda intoksikatsiya kuchli bo'ldi va odatda uxlatish rosa qiyin, uyquni yomon ko'radigan bola bo'lsa-da, u juda ham ko'p uxlashni boshladi va suv ichmay qo'ydi. Mana shu ham bitta belgi. RS virusda bolalar suv ichmay qo'yishi mumkin. Agarda bu emizikli bola bo'lsa, ko'krakni rad etishi mumkin. Tortmay qo'yadi, intoksikatsiya hisobiga ichmay qo'yadi va suv ichirish juda ham qiyin bo'ldi. Albatta, ishtaha ham yomon bo'ldi va u o'zi nima deyishni boshladi. Tomog'imda u menga ryba в горле dedi. U ruscha ko'p gapiradi. Ya'ni biz unga oldinlari shamollaganda tushuntirganimizda tomog'ingizda balg'am bo'lishi mumkin, siz uni yo'talib
ushlab tashlang deb o'rgatar edik va u balg'amni baliqqa o'xshatib u xayolida riba deb eslab qo'ygan ekan. Ya'ni uning uchun tomog'ida turgan balg'am bu baliqdek, ya'ni riba deb ko'z oldiga kelar ekan va u menga u menga riba в горле deganda, demak balg'am tushyapti ekan, balg'ami bor ekan degan xulosaga keldi. Va uning uyqulari juda ham yomon bo'ldi. Burni bitishi kuchli bo'ldi. Uyquda ko'p bezovtalandi, yaxshi uxla olmadi. Mana shu isig'i chiqqan kunlari va yo'tal o'sha xuruchsimon yo'tal xuddi u bo'g'ilayotgandek. Biz qanday analizlar topshirdik bunday holat bo'layotganda? Albatta atrofdagilar uchun men o'zi hammani davolaydigan, lekin o'z bolasiga bemehr, bag'ri tosh, eng yomon onadek ko'rinishni boshladim. Bizda ham dodalar, buvilar bor. Ya'ni hammani davolaydi, lekin o'zini bolasiga hech narsa qilmaydi. Tushunib turibman, что bizda hoynahoy RS virus, lekin aniq qilish uchun borib analiz topshirdik. Ya'ni PCR analiz topshirdik. PCR qilinganda burundan surtma olinadi, chuqur surtma olinadi va qanday bolada virus yoki qanday bakteriya kasallikni chaqirgan, ya'ni kasallikni chaqiruvchisi aniqlanadi. Biz buni topshirdik va antibiotik kerakmi yo'qmi? Chunki siz uchun shifokordirman, ishxonada shifokordirman, lekin oilada men ham onaman, kelinman va albatta atrofdan juda ham yuqori bosim boshlanadi. Shunday holat yomonki, nega antibiotik qilmaymiz yoki bermaymiz deb ketdik, doktorga olib borib kelaylik bu bolani, axir bo'g'ilib turibdi-ku deb. Va albatta shu antibiotik kerakmi yo'qmi o'zim uchun ham aniqlab olishim, chunki shifokor bo'lganimdan tashqari onaman va har bitta xatti-harakatim to'g'ri ekanligini isbotini o'zim uchun ham topishim kerak. Va biz analizlar topshirdik. Ya'ni hozirda sizga aytib o'tgan umumiy qon tahlili, S reaktivniy belok va prokalsitaninni topshirdik va ularning javobini ko'rdik. Demak, PCR da bizda aynan mana sizlarga hozir aytib o'tgan RS virus chiqdi. Ya'ni bo'ldi. RS virus chiqdi, qolgan hammasi negativ, faqatgina RS virus pozitiv. Demak, tashxisimiz aniq. Bizda o'tkir respirator infeksiya chaqiruvchisi RS virus. Ya'ni bizda RS virus va shu asli bu yengil kechada hisoblanadi, chunki gospitalizatsiyaga hojat bo'lmadi. Va keyingi analizlarimizda nima chiqdi? Umumiy qon tahlilida ozgina leykositoz va limfotsitoz, ya'ni neytrofillar oshmadi. Neytrofillar oshmadi degani bakterial infeksiya emas. So'yi lekin biroz ko'tarilgan, lekin so'yi istalgan yallig'lanishda ko'tarilishi mumkin. Undan keyin S reaktivniy belok unimiz oshmagan edi. Prokalsitanin umuman oshmagan. Ya'ni bizda bakterial infeksiya yo'qligining tasdig'ini topdik va biz antibiotik qilmasligimizga amin bo'ldik va antibiotik qilmadim. Shu farzandimga nima davo qildim? Chunki unga ingalyatsiya qilmadim, chunki unda nafas yetishmovchiligi bo'lmadi. Sizlarga hozir undan oldin gapirib bergan patsientim, ya'ni 4 oyli bolajonda unda nafas yetishmovchiligi boshlangan edi. Unga biz ingalyatsiya qildik. Uning ustiga unda atopik dermatit bor edi. Unga ikkinchi turdagi ingalyatsiyani ham bajardik. Lekin meni farzandimda yo'tali kuchli bo'lgan bo'lsa-da, tana harorati 5 kun ko'tarilgan bo'lsa-da, lekin nafas yetishmovchiligi bo'lmadi. O'pkalarni doimo eshitib turdim. Bronxialit rivojlanmadi. Shuning uchun unga qiladigan dorim faqatgina suv bo'ldi. U yaxshi suv ichmadi dedim. Suv yaxshi ichmaslik bu juda ham yomon belgi, chunki tana harorati ko'tarilganda unda perspiratsion yo'qotishlar yuqori bo'lgani uchun, ya'ni bizda tahipnoy, ya'ni tez nafas olish, bizda taxikardiya, yurakning tez urishi bo'lgani hisobiga u ko'p suyuqlikni yo'qotadi va o'zi isitma suv yo'qotishga olib keladi. Va agar o'rnini to'ldirib turmasak, bola suv ichmasa, u suyuq ovqatlarni yemasa, umuman hech narsa yemasa, unda suvsizlanish rivojlanishi mumkin va suvsizlanish hisobiga bola orqaga ketib qoladi. Va shuning uchun bu farzandimga shu suv ichmayotganligi hisobiga majbur bo'ldim. Vena orqali, ya'ni tomir orqali fiziologik eritma, ya'ni o'sha 0.9% natriy xloridni o'zini bolusni, uni vazniga, uning yoshiga, uning holatiga mos ravishda hisoblab chiqqan holatda juda ham
tez qilib shu amaliyotni amalga oshirishga majbur bo'ldim va u shuni istamaganligi hisobiga bu kapelnitsani xalq tilimizda kapelnitsa deysizlar, buni yaxshi ko'rasizlar. Mana shu osma ukoldan keyin u suv ichishni boshladi, qaytib unga shu stilet qo'ymasliklari uchun va shundan boshlab u suv ichishni boshladi va tana harorati ham tushishni boshladi. Shu kun ichida 5 kun issig'i ko'tarilgan bo'lsa, bir marta ham tana haroratini tushirish uchun na tabletka, na shamcha, na sirop hech narsa berganman. Ya'ni dori darmon yordamida tana haroratini tushirganim yo'q. Siz ham bunday qiling demoqchi emasman. Sizga qanday qilib shifokor o'zi bolasini shunday holatda davolashini shunchaki ko'rsatib bermoqchiman. Xo'p, undan keyin yana nima qildim? Faqatgina suv, o'sha bir marta kapelnitsa qilishimga to'g'ri keldi. Bo'ldi. Tana haroratini tushirmadim. Yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Meni farzandimda 2 kun mobaynida doimiy ravishda emas, lekin bir necha marta qusish kuzatildi. Ya'ni qusganda ham bitta qusib shun bilan to'xtab qolmadi. Bitta qusdi, ozginadan keyin yana qusdi, yarim soat, 40 minut, 1 soat yana qusdi. Ya'ni mana shunaqa narsa 2 kun mobaynida kuzatildi va 3 kun mobaynida ichi biroz ketgandek bo'ldi. Ketib ketmadi, ya'ni ichi ketishi o'zi namoyon bo'lmadi, lekin biroz ichi yumshab, biroz suyuldi. Ya'ni ichi ketish deganda biz bir kunda tam 8 marta ichi ketishi mumkin, 7 marta, 5 marta, unday bo'lmadi. 1 marta, 2 marta, lekin biroz suyuqroq bo'ldi. Bu tana harorati ko'tarilgani hisobiga ham bo'lishi mumkin, RS virus hisobiga ham bo'lishi mumkin. Ya'ni bolalarda, ya'ni klinikasini hozirlarga tushuntirib beryapman, kasallik qanday kuzatilishi mumkin. Va shunga o'xshash holat sizda bo'lgan bo'lsa, siz o'ylagan bo'lishingiz mumkin, noto'g'ri ovqat yeb qo'ygan, yoqmaydigan narsa yeb qo'ygan, o'shancha qusdi, o'shancha ichi ketdi. Undan keyin mana endi yo'talishi boshladi. Aslida bu hammasi, ya'ni unda ozgina burun oqqani, biroz qusgani, tana harorati ko'tarilgani, ichi biroz ketgandek bo'lgani va yo'tali, bular hammasi bitta infeksiya, RS virus infeksiyasining ko'rinishlari bo'lgan. Kasallikning 4-5 kunidan boshlab mening farzandim 4 yosh, u to'liq ona sutida ulg'aygan, tabiiy yo'l bilan dunyoga kelgan va unda qo'shimcha ovqat kiritilishda xatolar bo'lmagan, hamma narsa yegan. Shuning uchun unda ichak faoliyati yaxshi bo'lgani uchun, ya'ni menda qo'rquv bo'lmadi, что immunitetida muammo bo'lishi mumkin. Shuning uchun hech qanday dorida bermaslikdan qo'rqqanim yo'q. Faqatgina o'sha suvsizlanganida kapelnitsa qildim va agarda siz bolani mikrobiomi, ichagini mikrobiomi to'g'ri shakllanishiga erishgan bo'lsangiz, ya'ni sizda tabiiy tug'ruq bo'lgan, siz bolajonda o'sha tug'ruq bo'lgandan keyin 6 soatni sifatli amalga oshira olgansiz, bolajonni 2 yoshgacha to'liq ona sutida oziqlantira olgansiz va 6 oydan to'g'ri ravishda qo'shimcha ovqatni kiritib olgan bo'lsangiz hamda hamma emlashlarni vaqtida olgan bo'lsangiz, xudo xohlasa bu bolajonda immunitet to'g'ri shakllanayotgan bo'ladi va kasallikning 4-5 kunidan boshlab nisbatan yaxshilanish boshlanadi. Nega? Chunki spetsifik immunitet, ya'ni aynan mana shu RS virusni bartaraf qiladigan immunitet kasallikning 4-5 kunidan boshlab ishlab chiqarilishni boshlaydi. Nimaga darrov emas? Chunki spetsifik immunitet, ya'ni adaptiv immunitet deymiz, u juda ham yuqori malakalashtirilgan desam bo'ladi, yuqori spesifikda, ya'ni u doimo ishga kirmaydi. Oldin doimo bizning sodda immunitetimiz ishlaydi, ya'ni o'sha leykositlarimiz, o'sha neytrofillarimizda sodda immunitetimiz ishlaydi va o'zining kuchi yetmagandan keyin organizmga kirgan kasallikni chaqiruvchi, ya'ni infeksiya, bizning holatda bu RS virusni oldin o'rganadi. Uni o'rganib chiqib, uning nozik joylarini qidiradi, turmush tarzini o'rganadi va o'sha ma'lumotlarni adaptiv immunitetga yetkazadi-da, keyin mana biz buni o'rgandik, uni bunaqa zaif joylari bor ekan. O'zimiz rosa harakat qildik, lekin bartaraf qila olmayapmiz. Endi yordam beringlar deb turib spetsifik immunitetga murojaat qilishgandan keyin bu armiyalarda maxsus guruhlar bo'ladi. Shunga o'xshagan maxsus guruh sifatida aynan RS virusga
mo'ljallab o'zining qurol yarog'ini ishlab chiqaradida va uni o'ldirishni boshlaydi. O'shaning uchun kasallikning 4-5 kunidan boshlab nisbatan yaxshilanishni boshlaydi va mening farzandimda bu 3 kun yuqoriroq tana harorati, 3-kundan keyin o'sha 37.1, 37.2 tana harorati bo'lib turganida namoyon bo'ldi. Lekin burun bitishlari o'sha tunda uyqusi yaxshi emasligi o'sha faqat yo'tal nisbatan yumshashni boshladi. Va asta bolajonim tuzaldi. Ya'ni tana harorati tushdi o'zi, yaxshi suv ichishni boshladi, ovqatga kirdi, ya'ni ishtahasi ochildi, ovqat yeyishni boshladi, yo'tali kamaydi va yo'q bo'lib ketdi, burni ochilib, uyqulari me'yorlashdi. Endi 3 yoshdagi toifadagi bemor, ya'ni o'zimga ham yuqdi, qizimdan mana shu RS virus yuqdi va o'zimda, ya'ni katta yoshdagi odamda qanday namoyon bo'ladi buni gapirib bersam. Xo'p, umuman olganda klinik nuqtai nazardan menda bu infeksiya juda ham yengil o'tdi deb hisoblaniladi. Lekin o'zim his qilganim bo'yicha mana shu narsani yashab o'tgandan ko'ra, agar uning vaksinasi bo'lganda edi, vaksinasi yo'q, jon deb emlashni olgan bo'lardim. Yokida uning dorisi bo'lganida, dorisi yo'q, jon deb o'sha dorini ichgan yoki olgan bo'lar edim. Menda qanday namoyon? Menda tana harorati baland bo'lmadi. Shu subfibril tana harorati bo'ldi, lekin intoksikatsiya kuchli bo'ldi. Ya'ni butun tanada zo'riqtiruvchi og'riq bo'ldi va eng og'iri bu burun bitish. U shunchaki burun bitish emas, bu shunaqa burun bitish, uxlatmaydigan burun bitish bo'ldi. Ya'ni tunda uxlasam ham vроде bi uxlayapman, lekin uyquning sifati juda ham yomonligi va bu burun bitish burun oqishi bilan birgalikda namoyon bo'ldi. Ya'ni unisi ham bunisi ham bor. Odatda yo burun bitadi yoki burun oqadi va oqqani hisobiga burun to'lib qoladi. Lekin RS virusda u ham bu ham bo'ldi va bu shunchaki burun bitish emas, juda ham odamda organizmini qiynaydigan intoksikatsiyali holat bo'ldi. Tomoq og'riq kuchli tomoq og'rig'i, lekin bundan da kuchli og'riqlar ham bo'ladi. Demak, o'ta kuchli emas, lekin tomoq og'rig'i ham bo'ldi. Haqiqatda suv ichkim kelmadi, ya'ni chanqoq bo'lmadi, lekin o'zimni majburlab doimo suv ichib turdim. Yo'tal menda namoyon bo'lmadi. To'ys umuman olganda yengil kechdi hisoblanadi, lekin men kasal bo'lgan paytimda diqqatimni bir narsaga jamla olmadim. Ya'ni nevrologik nuqtai nazardan qandaydir holatlar ko'p bo'ldi. Ya'ni doimiy charchoq, uyquning juda ham sifati yo'q. Ya'ni uxladim, bildim uxlagan, lekin qanaqadir sifatsiz uyqu va diqqatimni bir joyga jamla olmasligimni his qildim. Va tuzalganimga ancha bo'lsa-da, hozirgacha bilyapman, agarda kuchli jismoniy harakati bilan shug'ullansam kuchli emas. Istalgan jismoniy harakat, misol uchun 4-etajga peshkom, ya'ni piyoda chiqsam, yugurmasdan shunchaki chiqsam ham hansirash kuzatilyapti. Yokida farzandimni ko'tarib 100 metr yursam, menda hansirash kuzatilyapti. Hali ham tuzalganimga ancha bo'ldi. Demoqchimanki, ya'ni har xil yoshdagi bemorlarda bu kasallik turlicha kechishi mumkin. Mana endi RS virus haqida gaplashamiz. Renosinsial virus, buni RNK tashuvchi virus chaqiradi bu kasallikni va asosan yuqori nafas yo'llari va pastki nafas yo'llarini kasallantiradigan virus hisoblanadi va kasallikda inkubatsion davr 5 kungacha kuzatilishi mumkin. 3 kundan 5 kungacha. Inkubatsion davr degani bemor bilan sog'lom odam kontaktda bo'lgandan keyin unda bu kasallik darrov namoyon bo'lmaydi. Ya'ni siz qachon kim bilan kontaktda bo'lganingizni unutib ulgurasiz. Orada 3 kun, 5 kun o'tadi, keyin sizda boshlanadi. Demak, boya aytib o'tganimdek, tumovdek boshlanadi. Ozgina burun oqish bo'ladi, bitta quruq yo'tal boshlanadi, burun bitish va tana haroratining ko'tarilishi. Ya'ni grippga o'xshab 40 gacha tana harorati ko'tarilmaydi. Gripp haqida ham alohida videomiz bor, uni ham ko'rishni unutmang. Demak, grippdan farqi shunda va undan keyin hozir aytib o'tganimdek xurujsimon quruq kuchli yo'tal rivojlanadi. Asosan bolalarda. Kattalarda boshqacharoq bo'lishi mumkin. Va undan keyin bronxialit, qancha bola kichik bo'lsa, shuncha unda bronxialit rivojlanishi va ba'zi holatlarda chindan ham pnevmoniyaga olib kelishi mumkin, ya'ni zotiljamga.
Xo'p, xavf guruhida kim bo'ladi? Xavf guruhida bizda muddatidan oldin tug'ilgan chaqaloqlar, kam vaznli chaqaloqlar hamda o'zi tug'ma yoki orttirilgan nafas yo'llarini kasalligi bor, qandaydir surunkali kasalliklari bor bemorlar bo'ladi. Chunki bu 2 yosh, 5 yosh, 8 yosh bolakay ham bo'lishi mumkin. Bizda bronx o'pka displaziyasi degan kasallik bor. Mana shunday kasalligi bor chaqaloqlar ham xavf guruhiga kiradi va keksalar. Keksalar ham xavf guruhida, chunki ularda tabiiy ravishda immunitet sustlashni boshlaydi. Aytib o'tganimdek, kasallik mana shunaqa kichikroq bolalarda og'irroq kechishi mumkin. Nafas yetishmovchiligi bilan, ya'ni nafas yetishmovchiligi deganda u ko'karishni boshlashi mumkin va bizda oltin standart diagnostikasi uchun albatta PCR qilishimiz kerak. Ya'ni PCR qilganimizda RS virus aniqlansa, bu demak aniq, tashxisimiz aniq bo'ladi. Antibiotik qo'shmaslik o'zi aniq, qo'shish kerak emas. Shifokorlar bolani o'pkasini eshitganda xuddi pnevmoniya qo'rqinchli shovqinlarni eshitgani uchun antibiotik buyurishidan oldin albatta boya sizga aytib o'tgan qon tahlillarini topshirish kerak bo'ladi. Kasallik ba'zida uzoq, ya'ni 2 hafta ham davom etishi mumkin, ba'zan undan-da uzoq ham davom etishi mumkin. Ya'ni biz hech qanday dori qilmasak ham bu kasallik o'zi tuzaladi. Bu holatda o'zi tuzaladi agar asoratlanmasa. Pnevmoniya bu o'sha asoratlangan hisoblanadi. O'zi tuzaladi va agarda siz farzandingiz ona sutidagi bola bo'lsa, bu sizning omadingiz, chunki sizning sutingiz orqali bolajonga immun agentlar o'tib turadi. Agarda ona sutidan chiqqan, ya'ni 1,5 yosh, 2 yoshdan katta bolajon bo'lsa, faqatgina suv bera olamiz va ingalyatsiya qilinadi. Bunda qanday modda bilan ingalyatsiya qilinadi? Salbutamol bilan ingalyatsiya qilinadi va doim ham ingalyatsiya emas. Ingalyatsiyani biz ko'pincha atopik dermatiti bor, ya'ni fon kasalligi bor bolalarga qilamiz. Yana xavf guruhidagi bolalarni qo'shib ketmayapman. Yuragida tug'ma nuqsoni bor yoki orttirilgan nuqsoni bor bolalar ham xavf guruhiga kiradi. Va bunday bolalarga salbutamolni turli ko'rinishlari bor. Ularni ingalyatsiya shaklida beramiz. Yokida spacer orqali kichkina dozali, 2 ta dozali ingalyator yordamida berishimiz ham mumkin. Keyingi videolarda mana shu spacerni qanday uy sharoitida tayyorlash mumkinligi haqida video tayyorlab sizlarga ko'rsatib beraman. Hozircha bu yerda faqat rasmini qoldiraman. Va atopik dermatiti bor bolalar bo'lsa, bunday holatlarda qo'shimcha ravishda gormonal ingalyatsiyalar ham kerak bo'lishi mumkin. Bularni sizning bolajoningizni holatidan kelib chiqqan holda preparat tanlab, dozalarini shifokoringiz tanlab beradi. Bo'ldi. Va agarda nafas yetishmovchiligi rivojlanishni boshlasa, davoimiz faqat kislorod bo'ladi. Ya'ni biz bu bolaga qo'shimcha ravishda nazal kanyula orqali yoki mask orqali kislorod berib turamiz va o'zi tuzaladi. Sizda shunga o'xshagan holatlar bo'lgan bo'lsa, izohlarda albatta aytib o'ting. Bu kasallik asosan qish, bahor mavsumida rivojlanadi, yozda kamroq bo'ladi va boyaroqda aytib o'tdim, vaksinasi yo'q, ya'ni bunga qarshi emlanishni ilojisi yo'q va bu virusni o'ldiradigan dori preparati ham yo'q. Aptekada yoziladigan protivirusni degan dorilarning bittasi ham RS virusni o'ldirmaydi. Ovora bo'lib, ularga pul sarflab, ya'ni ichingizga bilib bilmagan dori vositalarini kirgizib va bolangizga berib yurmang. Xo'p, qandaydir chorasi bormi? Buning qandaydir yechimi bormi? Bu global dunyo miqyosidagi kasallik ekan-ku deb savol berishingiz mumkin. Ha, yechimi bor. Bizda tayyor monoklonal antitanalar bor. Ya'ni ikkita turdagi vosita bor, lekin ularning narxi juda ham qimmat bo'lgani uchun hattoki rivojlangan mamlakatlar faqatgina homiladorlarga va 1 yoshga to'lmagan bolalarga uni qilishadi. O'zbekistonga bu preparatlar hali kirib kelmagan, balkim bu videomiz chiqqandan keyin O'zbekistonga kirib kelgan bo'lar va qaysidir turdagi bemorlarga bu dori vositalar ham beriladi. Balkim siz eshitgandirsiz, shifokor bo'lsangiz,
ko'rsangiz, Synagis degan dori va Beyfortus bor. Synagisni har oyda qilib turish kerak. Misol uchun kuzdan boshlab yozgacha, ya'ni o'sha kech kuz, qish, bahor mavsumlarida har oyda qilish kerak bo'lgani uchun bitta lecheniya, ya'ni bu oldini olish uchun bo'ladi. Ya'ni bu tayyor antitanalar, ya'ni ular organizmga kirgandan keyin passiv immunizatsiya bo'ladi. Passiv degani bu organizm o'zi uni ishlab chiqarmadi, uni organizmda shu narsa bo'lib turadi va agar u virus ichkariga tushsa, darrov uni bartaraf qilib turadida va kasallik rivojlanmaydi. Va bir kurs davosi bitta patsientga 1,5–2 ming dollarni tashkil qilishi mumkin. Buni hattoki rivojlangan mamlakatlar ham o'ziga 100% aholida qo'llashga o'ziga buni ep ko'ra olmaydi, chunki juda ham qimmat. Ikkinchi dorimiz bu Beyfortus. U bitta sezonga bitta ukol qilinadi. Uni narxi 300–500 dollar atrofida bo'ladi, qaysi mamlakatdaligiga qarab. Ya'ni bu dori vositani ham hattoki Yevropadagi hamma mamlakat ham hali nima deydi, o'z aholisida qo'llamaydi. Ularda insurance, ya'ni tibbiy sug'urta bor bo'lsa ham. Shuning uchun balkim O'zbekistonga ham bu dori vositalar kirib qolar. Agarda siz O'zbekistondan tashqarida boshqa mamlakatlarda yashayotgan bo'lsangiz yoki o'zingiz hisobingizdan yokida sizda tibbiy sug'urta bo'lsa, o'shani hisobidan qildirishingiz mumkin. Lekin faqat homiladorlarga, chunki agar bola tug'ilsa, bolaga bu antitanalar o'tadi, yokida 1 yoshga to'lmagan bolalarga qilinadi. Mana biz bugun bilib oldik, RS virus nima? Bugungi kunda birinchi raqamli infeksiya RS virus hisoblanadi, chunki eng ko'p shu pnevmoniyalarga sababchi va shifoxonada yotishga sababchi bo'layotgani uchun uni qanday tashxislash mumkin, u qanday namoyon bo'ladi har xil yoshda va davosi qanday ekanligini bugun siz hamma narsani bilib oldingiz. Va agarda shu tavsiyalarga rioya qilsangiz, siz ota-ona bo'lasizmi yoki shifokor bo'lasizmi, Xudo xohlasa hammasi minimal xatti-harakat bilan yaxshi natijaga erishgan bo'lasiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.